Elektromobil mashinasi komfortli mashina, lekin shifokor sifatida inson organizmiga juda ham zararli mashina deb bilaman. Elektromobil mashinasini ko'rib og'zingiz ochiladi. Prям shunaqa komfort, shunaqa yumshoq, yo'lni ko'rsatadi, mashinaga tep ketyapsizmi, yo'qmi darrov ovoz chiqazadi. Yoqilg'i juda ham kam mablag' ketadi. Lekin водитель o'tirgan joyini tasavvur qiling. Tegini bir elektrostansiyada qancha batareyalar bor, elektromagnitnoy polida o'tiribdi. Agar erkak kishi bo'lsa, 3-4 yildan keyin erkaklik bezini raki, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, bachadon va tuxumdon raki kelib chiqishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Это komfort, lekin sog'lig'iga juda ham zararli narsa deb bilaman. Shifokor sifatida. Magnitnoy burya bo'ladigan bo'lsa, esimiz keladi. Telefonlaringlarni sal